Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan dinshunoslik faniga kirish, O'zbekistonda davlat va din hamda diniy tashkilotlar bilan munosabat haqida gaplashib o'tamiz. Aynan o'tgan darsimizda ko'rganimizdek, bugungi darsimizda shuni davom sifatida O'zbekistonda davlat va diniy tashkilotlar o'rtasidagi munosabat, vijdon erkinligining huquqiy asoslari bo'yicha hamda O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan diniy konfessiya hamda tashkilotlar faoliyati haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerakki, albatta O'zbekistonda diniy tashkilotlar faoliyati erkin imkoniyat yaratilgan. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda bugungi kunda deyarli barcha din vakillari, xususan 10dan ziyod diniy yo'nalishda faoliyat yurituvchi diniy tashkilotlar faoliyati aniqlangan va bularning faoliyatida davlat tomonidan barcha imkoniyat yaratilganki, ya'ni O'zbekistonda mavjud qonun qoidalar bo'yicha insonlar istalgan diniga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqi belgilangan hisoblanadi. Hozirgi davrda albatta Markaziy Osiyoda ham turli dinlar mavjudki, shu nuqtai nazardan bu dinlarda tolerantligini ta'minlash va mana shu dinga e'tiqod qiluvchi insonlar o'rtasidagi munosabatlarda mana shu tolerantlikni va o'zaro bir-biriga hurmat munosabatlarini ta'minlash maqsadiga davlatimiz tomonidan turli dinlar bo'yicha demak tadbirlar, turli dinlar bo'yicha o'zaro demak tadbirlar masalasida erkin imkoniyatlar yaratiladi. Ya'ni bu degani O'zbekistonda barcha din vakillarini diniy bayramlarni o'tkazishlariga ham albatta ruxsat beriladi. Umumiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, albatta Sovet davrida diniy tashkilotlar faoliyati qattiq nazorat etilganligi yoki ularning faoliyati deyarli to'sqinlik qilingan bir davrda bugungi kunda O'zbekistonda yaratilayotgan bunday imkoniyat ko'plab insonlar tomonidan ijobiy munosabat bildirilishi hamda O'zbekistonga mana shunday din vakillarini erkin ko'chib kelishlariga va bu yerda faoliyat olib borishlariga ko'rsatayotgan imkoniyat sifatida baholashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, albatta O'zbekistondagi bunday diniy tashkilotlar hamda bunday diniy jarayonlarni yo'lga qo'yilganligi albatta vujudga kelayotgan murosa xalqlar o'rtasidagi tolerantlikning hamda xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlikning vujudga kelishiga olib kelyaptiki, oqibatda davlatlararo munosabatlar ham, dinlararo munosabatlarda ham vujudga kelgan mana shunday ittifoq ular o'rtasidagi hamda davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarga ham faqatgina ijobiy ta'sir etayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha maxsus qo'mita 1992-yildan boshlab faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 2018-yil 12-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan diniy tashkilotlar va diniy muassasalar faoliyati tekshirilgan paytda albatta ularning sonida 92-yildan boshlab o'sish ko'zga tashlanadi. Xususan 92-yilda ularning soni 89 ta bo'lsa, 2018-yilga kelib ularning soni 5000 ga yaqinlashganligi aniqlanadi. Ammo afsuski ularning ko'pchiligida masalan malakali diniy ulamolar bilan ta'minlanmaganligi, xususan 95.8% da diniy ma'lumotsiz xodimlarning faoliyat yuritayotganligi aniqlanadi va buning oldi olinib mavjud bo'lgan sharoitdan kelib chiqqan holda ularni qayta ta'lim olishlari yo bo'lmasa ta'lim olgan shaxslar bilan o'rin almashishlariga yo'l qo'yiladiki va mana shu orqali O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan diniy tashkilotlarni diniy ma'lumotli shaxslar tomonidan to'g'ri tashkil etilishiga imkoniyat yaratiladi. Sovet davrida albatta dinga nisbatan munosabatlar umuman o'zgacha tus olganki, chunki davlat muassasalari va ta'lim muassasalarida bilamizki, ateistik ruhdagi qarashlar, xususan ateizm fani bo'yicha maxsus darslar ham berilganki, ya'ni insonlarni imkon qadar dindan uzoqlashtirish va umuman diniy masalalarda imkon qadar davlat tomonidan qarshiliklarni vujudga kelganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, hattoki dafn marosimlari yoki diniy bayramlar bilan bog'liq holatlarda ham davlat muassasalarida ishlovchi shaxslarga turli xil yashirin to'siqlar qo'yilganki, ular imkon qadar bunday bayramlarni nishonlamaslikka yoki hattoki shu otalari yoki onalari yoki yaqin qarindoshlar vafot etgan paytda ham diniy tadbirlar o'tkazmaslikka harakat qilish holatlari vujudga kelganki,
Bu narsa albatta insonlarni hayotdagi eng og'riqli nuqta bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin albatta bilamizki, bugungi kunda nafaqat bu diniy bayramlarni o'tkazishga, nishonlashga ruxsat berilishi, balki mana shu kunlarda dam olish vujudga keltirilishi hamda mana shu kunlarda ibodat uchun davlat muassasalarini shu xavfsizlik va qo'riqlash xodimlari tomonidan o'sha masjidlar yoki o'sha diniy ibodat o'tkaziladigan mavzelardagi xavfsizlik masalalarini ham ta'minlanishi bugungi kunda aynan dinga bo'lgan e'tiqodni naqadar yuksak ekanligidan dalolat beruvchi omil hisoblanadi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va konstitutsiyamizda ham din hamda davlatning o'zaro ajratilganligi, diniy erkinlik, bag'rikenglik masalalari hamda har bitta shaxsning o'z diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik masalasi konstitutsiyaviy huquq sifatida baholanganligi bugungi kunda insonlarda aynan mana shu masalalarda erkin ishonch bilan, demak, o'z dinlariga e'tiqod qilishlariga sabab bo'layotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mustaqillikni albatta ilk davrda bunday muassasalarda ham ko'plab insonlar tomonidan, mentalistik ruhdagi insonlar tomonidan qarshiliklar vujudga kelganki, xususan masalan akromiylar voqealari yoki boshqa mana shunday bir holatlar bo'lgan bir davrda ham O'zbekiston o'z yo'lidan adashmaydi va natijada bugungi kunga kelib bilamizki, barcha kerak bo'lsa havas qila oladigan darajada O'zbekistonda diniy erkinlik yaratilganligi va diniy muassasalar faoliyati ham erkin yo'lga qo'yilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hattoki shu ma'lum bir davr kelgan paytda O'zbekistondagi o'sha masjidlar, madrasalar faoliyatlarini yo'lga qo'yilishi bilan bir davrda ularning ta'mirlanishi masalasi yoki hududlarni obod qilish masalasida ham davlat tomonidan mablag' ajratilishi, ularning faoliyatiga keng imkoniyat yaratilishi, mana bugungi kunda faoliyat yo'lga qo'yilgan Islom sivilizatsiyalari markazini ham faoliyati O'zbekistondagi emas, balki butun Sharq dunyosidagi eng chiroyli muassasalardan biri sifatida tashkil etilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Konstitutsiyamizning 15-moddasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarida demak, O'zbekiston hududida so'zsiz tan olinishi bilan birgalikda davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari hamda fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish tutadilar deyilgan bir paytda, albatta qonuniy nuqtai nazardan diniy jarayonlarga ham hamma birdek amal qilishi belgilanadi. Quyidagi suratda ko'rib turganimiz birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga Saudiya qiroli tomonidan sovg'a qilingan Ka'ba po'sh sanaladiki, albatta bu holat diniy ulamolarning ham O'zbekistonda yaratib berilgan mana shunday diniy sharoitlar qo'llab-quvvatlanayotganligi hamda bilamizki, aynan Toshkentni islom madaniyat poytaxti sifatida demak belgilanganligi ham o'ziga xos bo'lgan Toshkent shahriga bo'lgan e'tibor sifatida baholanishimiz mumkin bo'ladi. Konstitutsiyamizda 61-moddasida diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengligi, davlat diniy birlashmalarining faoliyatiga aralashmasligi haqida belgilab o'tilganki, shu nuqtai nazardan nafaqat 61-modda, balki 18, 31 hamda 57-moddalarda ham O'zbekistondagi diniy tashkilotlar yoki o'zbek fuqarolari, umuman O'zbekiston fuqarolarini diniy e'tiqodlarini kafolatlari belgilanganligi haqida alohida keltirib o'tilgan. O'zbekistonda diniy tashkilotlarning faoliyatiga erkin yo'l qo'yilganligi bilan ular bir qancha mezonlar ham mavjudki, birinchilardan albatta davlat muassasalaridan maxsus ro'yxatdan o'tishi yoki ularni belgilangan shartlar bo'yicha demak amal qilishi hamda ularni davlatning huquqiy muhofazasiga ham olinishi hamda doimiy ravishda davlat diniy tashkilotlarining qonuniy faoliyat yuritishlari bo'yicha nazorat ham o'tishi belgilanganki, chunki bugungi kunda turli xil diniy ekstremizm hamda terrorizm kabi yot g'oyalarning paydo bo'layotgan bir paytda ularning nazorat etilishi hamda ularga yot g'oyalarni aralashmasligini belgilash muhim omillardan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda din va diniy tashkilotlar faoliyati bilan bog'liq bir qancha prinsiplar ham mavjudki, ya'ni unda dinga e'tiqod qilish davrida insonlarning millati, jinsi yoki fuqarolarga e'tibor qilinmasligi, barchani diniy e'tiqoddan qat'iy nazar qonun oldida tengligi, rasmiy hujjatlarda ham dinga nisbatan munosabatlarda alohidalik aks etmasligi, bitta dinga e'tiqod qilish yoki e'tiqod qilmaslik masalasida cheklovlar bo'lmasligi, diniy tashkilotlar faoliyatiga davlat organlarining aralashmasligi,
davlatning diniy konfessiyalari jarayonida ma'lum bir funksiyalari ularga yuklamasligi hamda diniy tashkilotlarning faoliyatini moliyalashtirilmasligi eng asosiylaridan bittasi aynan siyosiy partiya hamda jamoat birlashmalari faoliyat yuritayotgan bir paytda ma'lum bir diniy tashkilotlar alohida bo'lib chiqmasligi hamda diniy konfessiyalar bo'layotgan bir paytda ularni turli xil adovat yoki mavjud bo'lgan holatlar vujudga kelmasligini oldini olish masalasi. Diniy ta'lim masalalarida ham demak, ma'lum bir jarayonlarni davlat tomonidan maxsus belgilangan holda maxsus o'sha diniy o'quv muassasalarini tashkil etish masalasi hamda barcha uchun, ya'ni o'sha diniy tashkilotlar yoki o'sha diniy o'quv muassasalarida ham dunyoviy ta'lim olinishini ta'minlash masalasi ularning eng asosiy belgilangan prinsiplaridan hisoblanadi. Hop, mavzularimizni keyingi mavzularda yana davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimizni, bugungi darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Sog' bo'linglar.